O'rgimchak odam butunlay yangi kun filmi bizadan 4 ta qahramonni yashiryapti va menimcha men ularning kimligini bilaman. Hammaga salom. O'rgimchak odamning navbatdagi filmining birinchi treyleri 24 soat ichida 718 million martadan oshiq ko'rildi va u bu bilan Deadpool va Rosomaka filmini ortda qoldirib, birinchi o'ringa chiqib oldi. Juda ko'pchilik treylerni ko'rgandan keyin ushbu film Andrew Garfield o'ynagan yangi O'rgimchak odam filmlari stilida bo'lishini taxmin qilishyapti. Ranglar, kamera ishlashi, yorug'lik, aytmoqchimanki bu film xuddi Andrew Garfield kinolaridek ajoyib ko'rinadi. Lekin shu bilan birga treyler juda katta narsalarni yashirayotgandek tuyulyapti. Treylerning oxirgi sahnasi filmda umuman boshqacha bo'lishi, Peterga yana boshqa qahramonlar yordam berishi va hatto Peter yashirilgan sheriklari yordamida ninjalar bilan emas, balki katta yashil maxluq bilan urushishi mumkin. Buni qattan bilyapsiz desanglar, Çünkü bu oyunu oldin o'ynaganman. Esingizda bo'lsa, Sony va Marvel oldingi filmni treylerida ham bizaga Andrew va Toby'ni o'rgimchaklarini ko'rsatishmagan edi. Bu usul oldin ishlagan bo'lsa ham, hozir deyarli hamma bunga ishonmaydi. Ushbu videoda O'rgimchak odam butunlay yangi kun filmini treylerdagi yashirilgan qahramonlarni topishga harakat qilaman. Videoni boshlashdan oldin ushbu videoga like bosishinglarni so'rab qolardim. Oldingi videolarimizni ko'rish soni ko'p bo'lsa ham, ko'pchilik videoga like bosishni unutib qo'yapti. Siz videoga bir donagina like bosish orqali kanalni kelajakda o'sib, bundan da sifatli videolar chiqarishiga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Treylerdagi birinchi yashirin qahramon bu Kingpin. Ushbu qahramon treylerda ko'rsatilmagan bo'lsa ham, filmda borligi sezilib turibdi. Kingpin ko'pincha Daredevilni dushmani bo'lishiga qaramasdan, u birinchi marta O'rgimchak odam komikslarida paydo bo'lgan. Va u hatto O'rgimchak odam olamlar aro animatsion filmida asosiy yovuz bo'lib, Peter Parkerni o'ldirganini ko'rganmiz. U shuningdek O'rgimchak odamning animatsion serialida ham muhim yovuzlardan biri bo'lgan. Va ayniqsa serialning ikkinchi mavsumidagi The Neogenic Saga hikoyasida juda muhim rol o'ynagan edi. Butunlay yangi kun filmi aynan shu hikoyadan ta'sirlangan. Ya'ni filmning asosiy syujeti deyarli shunday bo'ladi. Ushbu hikoyada mutantlar, jazolovchi va O'rgimchak odamni ulkan o'rgimchakka aylanishi bor. Hozirgi MCUning vaqt jadvaliga qarasak, Wilson Fisk hali ham New York shahar meri hisoblanishini ko'ramiz. Daredevil qayta tug'ilish serialining ijrochi prodyuserlaridan biri shuni tasdiqladiki, serial voqealari butunlay yangi kun filmi voqealaridan oldin sodir bo'ladi va serial showrunneri ham Mayor Fisk haqidagi hikoya aynan ikkinchi mavsumda yakunlanishini tasdiqladi. Demak, meni o'ylashim bo'yicha Daredevil ikkinchi mavsumining yakunida Fisk Matt Murdock tomonidan mag'lub etilib lavozimidan chetlashtiriladi va katta ehtimol bilan qamaladi. Chunki butunlay yangi kun filmini treylerida bizaga O'rgimchak odamga shahar kaliti berilayotganini ko'rsatishdi. Va agar Fisk hali ham hokimiyatda bo'lganda, O'rgimchak kostyumida yurgan odamga bunaqa mukofot bermagan bo'lardi. Aytib o'tganimdek, kalitni O'rgimchakka bergan odam Fiskning o'rniga kelgan yangi hukumatdan bo'ladi. Ya'ni qayta tug'ilish ikkinchi mavsumidan keyingi boshqaruv. Yangi hukumat Fisk o'zini davrida joriy qilgan anti-qahramon siyosatini bekor qilishga harakat qilishadi. Shaharni yangi meri Fisk keltirgan zararlarni tuzatmoqchi bo'lishga harakat qilib, O'rgimchak odamga o'xshagan qahramonlarni qo'llab-quvvatlayapti. Bundan tashqari biz jazolovchini ko'p kunduzi o'zini furgoni bilan patrul qilayotganini ko'ramiz va bu tepadagi gaplarni tasdiqlaydi. Ya'ni New York endi super qahramonlar uchun ochiqroq shaharga aylangan. Lekin agar Kingpin ushbu filmda paydo bo'lsa, katta ehtimol bilan yolg'iz bo'lmaydi. U o'zi bilan Daredevilni ham olib keladi. Are you in the movie? No. You say no. Okay. Yeah. Now, a lot of people... Now, if I was in the movie, I would also say no. Daredevil qayta tug'ilish serialining oxirida menimcha Matt Murdock o'zini qonunbuzarliklari uchun o'zini sudga topshiradi. U prokuraturadan o'ziga nisbatan ayblov qo'yishni talab qilishi mumkin. Hatto shaharning yangi meri bunga qarshilik qilmoqchi bo'lsa ham, u sudda o'zini jazoga loyiqligini isbotlashga harakat qiladi. Va qayta tug'ilishning 3-mavsumi Matt va Wilson Fisk qamoqda jazolarini o'tayotgani haqida bo'lishi mumkin. Ular hatto tirik qolish uchun birga ishlashlarini ham ehtimoli bor. Chunki Rikers qamoqxonasida Kingpin ham Daredevil ham juda ko'p dushmanlarga duch kelishadi. Treylerda ikkita narsa meni o'ylashga majbur qildi. Ushbu sahnalarda Daredevil kadrdan tashqarida yoki hatto bizaga syurpriz bo'lishi uchun kadrdan o'chirib tashlangan bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib mana bu sahnadan boshlasak, Peter Parker tiz cho'kib o'tiribdi va bu sahnadagi setting esa qamoqxona. Parker qo'l bilan, ya'ni The Hand bilan yuzma-yuz kelyapti. Qo'l haqida mana bu videoda batafsil aytib o'tganman. Internetdagi ko'plab
teoriyalardan bittasida aytilyaptiki, qo'l bu yerga Peter uchun kelmagan. Ular Daredevil va hatto Kingpinni ham o'ldirgani kelishgan. Chunki Daredevil va himoyachilar serialining voqealaridan keyin Matt ham Fisk ham bu tashkilotni qora ro'yxatiga tushib qolgan edi. Filmning boshida Peter uchun asosiy missiya Daredevilni qamoqxonadan qutqarish bo'lishi mumkin. Parker qamoqxonaga borib Mattni va balki Fiskni ham qo'l tomonidan qilingan hujumdan himoya qiladi. Treylerning oxiridagi kadrga o'tadigan bo'lsak, ijodkorlar bu sahnadan kimnidir raqamli tarzda o'chirib tashlashgani aniq ko'rinib qolgan. Ninjalarni hujum qilayotgandagi yo'nalishi o'rgimchak odamga umuman mos kelmaydi. Bu shuni anglatadiki, u yerda kimdir bor. Kimlardir bo'lmasa albatta. Menimcha bu sahnada Daredevil yashiringanligini ehtimoli juda katta. Matt Murdock Peter Parker kimligini eslamasligi mumkin, lekin u o'rgimchak odamning advokati bo'lganini albatta eslaydi. Va agar Peter unga hamma bo'lib o'tgan voqealarni aytib bersa, u o'zini yolg'on sezish qobiliyati orqali bu gaplarni rost ekanligini bilib oladi. Endi esa Sadie Sink o'ynayotgan qahramon haqida gaplashamiz. Oldingi videoyimda bu Daredevil dushmanlaridan biri, ya'ni Mary bo'lishi mumkin degan edim. Lekin internetdagi ko'plab yangiliklar va Sadie Sink o'zining obro'si bilan ikkinchi darajadagi qahramon o'ynashga rozilik bermasligini hisobga olsak, u Jean Grey qahramoni uchun tanlanganini bilamiz. Aytgancha Sadie Sink Qasoskorlar maxfiy urushlar filmida ham chiqishi tasdiqlangan. Qasoskorlarning maxfiy urushlar filmi katta ehtimol bilan shu nomdagi komiks asosida bo'ladi. Multi olamlar bir-biri bilan urushadi va juda ko'p qahramonlar qatnashadi, xuddi komiks singari. Va agar siz maxfiy urushlar komiksini to'liq o'zbek tilida o'qishni xohlasangiz, mustaqil Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. U yerda nafaqat maxfiy urushlar, balki Marvelning 15 tadan ko'p komikslarini ham topasiz. Ko'p o'ylab o'tirmasdan video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga qo'shiling. Endi videoga qaytadigan bo'lsak, Sadie Sink ushbu filmdagi debyuti bilan MCUdagi X odamlar jamoasiga asos solishi mumkin. Treylerda biz uni ikkita kadrda ko'rdik. Stulda kishanlangan holda o'tirgani va qo'llarini yuqoriga ko'tarayotgani va yana treylerda biz uni odamlarning ongini boshqarayotganini ham ko'ramiz. U bitta ayolni harbiy mashina haydab ketishga majbur qilgan. Keyin Jin odamdan odamga o'tib, ularni qo'g'irchoqdek boshqarayotganini ko'ramiz. Menimcha u o'zi qamalgan holda boshqalarni boshqarib, o'zini ozod qilishga urinyapti va shu jarayonda katta vayronagarchiliklar keltirib chiqaryapti. Ko'pchilik mana bu kadrda Peter Venomga aylanyapti. Chunki uning ko'zlari xuddi Venomdagi qorayib ketgan degan fikrni aytishyapti. Lekin menimcha bu filmda Venom umuman qatnashmaydi. Agar titrlardan keyin cameo qilmasa. Chunki Venomning oxirgi filmida uni o'lganini ko'rganmiz. Lekin sizlar aytishingiz mumkin. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmni titrlardan keyin uni bir qismi 616-olamda qolib ketganini ko'rsatishdi-ku deb. Va menimcha bu ish bilan Marvel kelajakda Venomni MCUda yangi versiyasini yaratishni rejalashtirgan. Peterni ko'zlariga qarasa, u Jean Grey sababli shu ahvolga kelib qolgan bo'lishi, ya'ni uni ko'zlari qora rangga aylanishi mumkin. Balki Jean o'rgimchak odamning ongiga kirib, uni Peter Parkerligini bilib oladi. Yana bir ehtimol esa Jean Peterning ongiga kirganida uni mutatsiyasi faollashib ketib, unda qo'shimcha qo'llar o'sib chiqishi va ulkan o'rgimchakka aylanishi mumkin. O'rgimchak odam animatsion serialining ikkinchi mavsumida bizga Man Spider, ya'ni ulkan o'rgimchakni ko'rsatishgan edi. Unda Dr. Kurt Connor tushuntirganidek, radioaktiv o'rgimchak aslida uni asta-sekin shu shaklga olib keladi, ya'ni juda dahshatli shaklga. 6 ta qo'l va 2 ta oyoqqa ega bo'ladi. Jean Grey faqatgina Peterning mutatsiyasini faollashtirmaydi. U yana Brucening yoniga kirib, biza anchadan beri ko'rmagan Hulkni ham uyg'otishi mumkin. Treylerda biza faqat Bruce Bannerni ko'rdik. Hulk esa uxlab yotibdi. Lekin film ijodkorlari Bannerni filmga qo'shib, Hulkni ko'rsatmasliklari mumkin emas. Treylerda Brucening qo'lida maxsus qurilmani ko'rdik. Bu unga Hulkka aylanmaslikka yordam beradi. Hammasi kichkina qurilma sabab. U meni inson qiyofasida ushlab turadi. Qasoskorlar final filmida biza Bruce o'zini aqlini va kuchini birlashtirganini ko'rganmiz. Bruce bu ish bilan Hulkni ongini abadiy zulmatga haydab yuborgan. Chunki Hulk aslida Bruce Bannerdan tashqari alohida mustaqil shaxs hisoblanadi. Esingizda bo'lsa, Thor Ragnarok filmida Hulk xuddi shu ishni Bruce'ga qilgan edi. Ilgari Hulkni his etardim, ikkalamiz boshqarardik. Bu safar kalit uning miyasida, men esa yukxonaga qamaldim. Marvel Hulk va Bruce'ning ongini ko'rsatish uchun juda zo'r imkoniyatga ega bo'lyapti. Tasavvur qiling.
Jean Grey Brucening ongiga kirib, bo'shliqda uxlab yotgan Hulkni topib, uni uyg'otadi va yirtqich ozod bo'ladi. Hozir sizlarda nega Jean Grey bunaqa qiladi degan savol tug'ildi, bilaman. Chunki Jean Grey Hulkni o'zini qo'g'irchoqlardan biri sifatida ishlatmoqchi, ya'ni o'zini damage controldan himoya qilish uchun. Bu tashkilot haqida ham oldingi videoda to'liq aytib o'tganman. Hozirgi videoda qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ular hozir mutantlarni ovlashadi. Xullas, agar Jean Hulkni ozod qiladigan bo'lsa, biz katta ehtimol bilan o'rgimchak odam va Hulkni jangini ko'ramiz. Balki hatto u jazolovchi bilan birga Hulkga qarshi chiqishi ham mumkin. Endi yana o'sha kadrga qaytamiz. Nimadir noto'g'ri ko'rinyapti. Chunki o'rgimchak odam ostida juda katta bo'shliq bor. Xuddi qaysidir qahramonlar butunlay o'chirib tashlangandek. Va yana ninjalarni joylashuvi g'alati. Lekin agar biza noto'g'ri qarayotgan bo'lsak-chi, agar o'rgimchak odam tomoni o'zgartirilmagan, balki aksincha, ninjalar boshqa sahnadan copy paste qilingan bo'lsa-chi, ya'ni aslida ninjalar emas, balki ulkan Hulk o'rgimchak bilan jang qilayotgandir. Menimcha o'rgimchak odam butunlay yangi kun. Treylerda yashirilgan 4 ta qahramonlar bu: Sadie Sink ijrosidagi Jean Grey, Bruce Banner va uni Hulkka aylanishi, Daredevil va shaharning sobiq meri bo'lishi kutilayotgan Kingpin. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.